Assalomu alaykum. Ahmedovka aziz vatandoshlar, mana vrachlar bilan maslahat qilib, Muslimaxon oldiga kirdik. Davolovchi vrachlarni ham yutuqlarga shaxsan kirdim. Muslimaxon holati haqida mana hozir doktorimizdan so'raymiz. Muslimaxon holati hozir haqiqatda og'ir. Men kelgan vaqtimda holat og'irlashib, juda ham to'polon vaqtiga kelib qolgan. Shuning uchun bitta sabr qilib kutishga to'g'ri keldi. Xudo xolasa mana tinchlar olgandan keyin oldilariga kirdik. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Doktor, Muslimaxon holat haqida ozgina bizga tushuncha bersangiz. Muslimaxon bizda deyarli boshlaganlarimiz holatlar o'rta holatdan keyin hozirgi keyin holat og'irlashdi. Haqiqatdan holat og'ir, imkon darajasida tezroq operatsiya qilishga muhtoj. Demak, faqat operatsiya. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Boshqa chora yo'q. Yo'q, hozirgi holatda operatsiya imkon darajasida tezroq. Masalan, ma'lum miqdorgacha mana dializni olib yo qanaqadir davolanishlarni olib ushlab tursak Shu bo'ladimi? kungacha ushlab kelindi, hozirgi holat normallashishni boshladi. To'liq holati to'liq to'xtagan, yurak o'zini holatini to'liq to'xtatgan, davleniyalar ko'tarildi, kasalxonaga oromga o'tadi, imkoniyat darajasida tezlashtirib qilishga muhtoj. Darzalarda savol tug'ilyapti. Siz shu qizni operatsiyaga jo'nataman deyapsiz, operatsiya qildiraman deyapsiz, lekin garantiyasi bormi degan savollar bo'lyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu savollarga nima degan bo'lasiz? Shifo biladi, lekin Xudo xohlasa ko'taradi. Harakat qilishimiz kerak. Qarab turib qancha kechga orqaga surilsa holat yomonlashadi, yaxshilashadi. inshaalloh, demak, hali bizda umid bor, demak harakat qilsak bo'ladi. Xudo xolasa bu qizni saqlab qolishga hali vaqtimiz bor. Rahmat doktor, sizlarga mana qo'llaringizdan kelgancha yordam qilyapsizlar. Azizlar, mana Muslimaxon holatini haqiqiy ko'rishlari mumkin. Muslimaxon o'zini ko'rsating, mana Muslimaxon holatlari haqiqatda og'ir. Ko'rishlari mumkin. Hamma qo'lidan kelganicha, kim qanchaga qodir bo'lsa shunchaga qarab turmasdan hammamiz qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik. Rahmat hammaga azizlar.